Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir hafta ko'rishib turganimdan hayotda xursandman. Ko'rib turganlaringizda bugungi mehmonimiz Gentra mashinasi. Gentra mashinasi oldi kirlosdan ozgina urilgan. Shu yeri faqat keyin mana bamperimizdan ozgina qirilib nasibgan. Bamperimiz kirlomizni to'g'irlab o'zini chiroyli qilib krasib qo'yishimiz kerak. Bu unchalik ranjiza qilmaydi bu svet. Chunki choko ko'p farq qilmaydi. Pashti hammasi bir xil, yilga qarab faqat sepiladi bo'ldi. Bamperimiz ham shunday. Turibsizlar, qirilgan, tekkan, tegishli oqibatda shunaqa narsa bo'lgan. Xudo xolasa kuzatishga davom etinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Qanunda boshladik. Mana do'stlar, rixtovka tekislab oldik. Endi inshaalloh gruntovkaga tayyorlaymiz. Gruntovkani sepamiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bamper mana hamma joyi, hamma narsasi joylashgan joy-joyiga. Faqat endi gruntovkaga tayyorlash qoldi. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek gruntovkasi tayyorlab oldik. Endi ko'rsatib sartamiz. Shpakilovka shu hamma ardon kerak narsa. Mana perxodni ko'rsataman. Mana bu gruntovka sepilgan, perxodga polni olingan. Mana ko'rasizlar, polni hamma joyi shukurga qilingan prosta. Lekin petno sepiladi bunga. Petno sepamiz. Mana bu bamperi. Mana bu ham mana shu yergacha olingan. Bu ham petno sepiladi, mana shunday sepiladi, lakminda sepiladi. Kuzatishga davom etinglar. Inshaalloh hammasini ko'rasizlar. Mana do'stlar, manaki ochiq turibdi. Bamper mana shu yergacha lak sepiladi. Kraska shu yergacha sepilgan. Mana bu mana ust tomoni ochiq. Mana ko'rasizlar. Mana shunday sepilmagan. Xudo xolasa lakni bunday sepamiz, bo'ldi shu bilan. Ko'plar endi polni sep o'rmalikda faqat maydaroq qilib sepdik. O'zi nima bo'lsa ham mana tepa yuqori qismlarida radniy turadi. Tepa tomonlari, mana bu tomonlari radniy turadi. Shunday deyishlar mumkin, polni sepib o'rgan yaxshi-ku, shundan ko'ra deb. Lekin shart emas. Kuzatishga davom eting, hammasi zo'r bo'ladi. Do'stlar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Kalirovka qilib tayyorlab qo'ydik. Короче, mashina kraska sepildi. Sal shogird tezligi baland joy uchun svet qilmayapman kameraga tushirishga. Bu uchun uzr so'rayman. O'zi tushirib perxodni ko'rsatmoqchi edim, inshaalloh. Ko'p mashina chiqaraman, o'shaning o'rtasiga ko'rsataman yana. Xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek mashinamiz birga bir tushgan. O'zi chokoga unday farq qilmaydi. Hammasi pashti bir xil chiqqan. Yiliga qarab nima qilinmaydi, sepilaveradi. Bamperimiz ham o'xshab qoldi hammasi. Xudo xolasa endi egasiga topshiramiz. Hali boshqa videolarimga ko'rsataman perxodni, qanday qilib o'chishni, qanday qilib yo'qotishni. Mana perxod mana shunday sepilgan. Umuman farqini prosta qaranglar.
umuman farqi hech nima unday farq qilmaydi. Bilinmaydi. Negativchilar, sog' bo'linglar. Nima desa gapiradi. Videomga eshik bilan ikkita eshik, bitta parok tiqib 700 ming so'm desam, "Voy, qimmat" dedi. Endi joyi kelsa agar qimmat, joyi kelsa arzon. O qimmat arzonlikka emas, o'zi detal hisob bo'ladi. Chunki bitta detal baribir. Ish o'ziga yarasha, chang, kraska etiladi, nimadir bo'ladi. Shpagilovka qilinadi, shpagilovkaning changi bor, gruntovka qilinadi. Rasxodi bor, shpagilovka qilinadi, gruntovka qilinadi. Grammlab hisoblasa ham ancha pul bo'ladi. Kraska padbor keladi. Kraska padbor bizlar 200 kilometr naridan olib kelamiz. Kraskani padbor qilib. Xuddi o'shanda sal gapirishdan oldin o'ylab gapirsalaring yaxshi bo'ladi. Endi o'zlaring bilasizlar, qanday gapirish o'zlaringga bog'liq. Menga sizlarning gaplaringda qizig'i ham yo'q. Men to'g'risini aytsam, o'sha vashi o'tib ketyapti. Joyi kelsa qimmat bo'ladi, joyi kelsa arzon bo'ladi. Joyi kelsa bepul bo'ladi, bepul qilib beriladi. Mana shu ishni krilloni bamperda qilib berdim. Rasxod ichiga 200 ming so'mga qilib berdim. Chunki iloji yetmaydi, ko'p aytsa agar. Ilojim yetmaydi. Palajan ham o'g'irlayapti, qilyapman. Xuddi shunday o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Hammasi o'tib ketadi, hammadan qolib ketadi, hech kim olib ketmaydi o'zi bilan. Rosta yomon gap ham, yaxshi gap ham bitta og'izdan chiqadi. O'zlaringiz bilasizlar, qanaqa gapirish sizlarga bog'liq. Ha, yana ko'ringlar. Sizlar bilan bekafto bo'ldi. Ko'rishib turganimdan baquvvatda xursandman. Inshaalloh tez orada yana ko'rishamiz. Aslida buzmaylik deymiz, baribir buziladi. Hammasi o'tib ketadi. Yaxshi ham bo'lib ketadi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Tez orada yana ko'rishamiz. Podдержка uchun rahmat sizlarga. Katta. Audio Jungle.